Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, amansizlar va sizlar mening Qizil Qiyatov kanali. Bugun 4-aprel buyursa, Karavan mol bozorindamiz. 76 ming so'mga mana shu qog'oz sotildi. Buna qancha bo'ldi taqsir? Puli 76, nonsida 76. 76 ming so'mdan ekov teng. 76 mingdan erkak torpoqlar. Assalomu alaykum. Buna qancha bo'ldi urg'ach aka? 46500. 46500 so'mga olinibdir mana. Aka urg'ach torpoq. Karavan mol bozori. Akalar, ukalar, joqqan bo'lsa birdan like bosib qo'llab qo'yasizlar. Aka assalomu alaykum. O'zi 100 qancha? 118 ming so'mga mana buni ajin berilmay qo'yibdi tuvalek variantida. Qancha bo'ldi? 80 ming so'm. Barakasini bersin. Narxi 115. Barakasini bersin. Torpoqtor barini tortib beramiz. Qiziqqanlar ko'rib turasizlar. Qancha so'mdan bo'lib o'tadi? Mana buqa keltadi. Aka, puli qancha bo'ldi? Qanchaga? 100 ming so'mga berilmay qo'yibdi. Mana qora buqa. 100 mingga. Yo'q, jemga tashlay turgan variantdan 100 mingga berilibdi. Zo'r. Qancha bo'ldi buni olasiz? Qanchaga beredingiz? 130 ming so'mga. Bo'z ekana? Vot tuayin deb qolibdir. 130 ming so'mga berilyaptir. Hozir aka qanchadan bo'ldi bular? 176 ga mana ikkita dek, sherigi bor dek. Mana 176. Narxi 106 ming so'mga o'zi. 106 ming so'm pul bo'libdir. Buni xunajinimiz. Biroq eti zo'r ekan, semiz. O, qanchadan bo'ldi bunalar? Qanchadan? 55, 75, 60 ming so'm. Buna torpoqlar qanchadan bo'ldi aka? Sizniki qaysi biri? O. Bir 60 tuz olsa kerak. 137 ming so'm mana erkak torpoq. 137. Barakasini bersin ova. Ola qancha bo'ldi buni olapar? 77 ming so'm mana qiziqqanlar, akalar, ukalar 77 realniy bolalar sizlar uchun. Realniy naqd yig'indor olgan variantidan. Qora qunajin qancha bo'ldi ova? 155 ming so'mga torpog'i menen, erkak torpoq ekan-a? 155 ming so'mga mana. 155 ga to'xtab turingizlar. Torpog'i menen jangi tug'an. Olindi. Qancha bo'ldi buna torpoqlar aka? Allah qancha bo'ldi? 51 ga. 51 ga berilmay qo'yibdi urg'achi. Simental qancha bo'ldi simental? 97 ming so'm. Rossiyadan kelgan. Deport bo'lgan simentallardan mana ketdi. Qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz? O'zi qancha dedingiz? 300 ming. Yosh qanday yoshi? Yoshi 5 yaş. 5 yosh. Shvits degan nomerni ayting. Nomerdan aç boladan alalım. Aytib qo'yavering aka, qiziqqanlar bir challatda. 56 menen. 0556 25 08 85. 25 08 85. Adres haqda? Ko'ktala aylinda qiziqqanlar bo'lsa, realni olam deganlar bo'lsa chalaverasizlar. Mana chista shvis sotilyapti. Barakasini bersin. Qancha bo'ldi torpog'im? 56.500. 82 79. 82 ming so'm, 79 ming so'm. Ekov olinibdir mana. 50 ming olindimi? Krasavchiklar, молодец. Qancha bo'ldi torpoq? 53. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlar yaxshi ukam. Krasavchik. Qancha bo'ldi aka? Olindimi? Ketdi mana. 62 ming so'm. Ketdi mana. 62 ga xunajin olinibdi. Ketdi barakasini bersin. Hush. Akam qizdirib o'tadi. Qaysi biri soda bo'lib o'tadi aka? Bo'ldi aka. Qaysi biri torpoq? Qancha? 46200 so'm qiziyotgan jeri bunani. Mana knopka soda bo'lib o'tadi. Bundan qarangizlar. 46200 so'm. Barakasini bersin. Ova qanchadan da o'tasiz bularni? 55 ming so'mdan. Urg'och torpoqlar mana. Qiziqqanlar. 55 ming so'mdan.
Bering aka. Oo. Qizil qiyatib desang ko'rasin. Aka bu o'zi olindi bu? Qancha bo'ldi? 35 deydi. Torpaqlar qanchadan bo'ldi? Eko 155 ming so'm mana. Erkak torpaqlar ketdi. 155 ming so'm. Barakasini bersin mana ketdi. Spatlar, yine bola qancha bo'ldi? 135 ming so'm. Torpoq urg'achi u erkakmi? Erkak. Bunanisi qancha bo'ldi aka? Buldagi 135. 135 ming so'mdan yine bolam oldi. Aka bunani qancha bo'ldi? Qancha oldim? 140 ming. Torpoq uni va 140 ming. Ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'r. Ya, qanday? Bo'ldi uka, mana krasavchik. Молодец. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ketdik mana. Soda qiziyotgan jeri yo'q. Majindar, soda qiziyotgan yerlari, akalar, ko'ringizlar. Biroq o'ta kuchli bo'lyapti. Qancha bo'ldi buni sar aka? 92 ming so'm o'zi. 92 ga ketdi. Mana qancha bo'ldi? Qancha? 127 ming so'mga berilmay qo'yibdi. 127 ga. Mana mollar. Bu yana bollar qanchadan ekan o? Puldori. 150 sizikchi. 150 ming so'mdan mana yana bollar. Yana bollar 150 ming so'mdan kami bor variantida. Mana Saljon ekan bozor pichog'i bo'ladi, buratan abdushi. Keltiret. Ava, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanchadan ekan ava mana birinchi tumalar? Puldori. 110 kami bor, torpog'i bor-a? Torpog'i bor variantda 110 ming so'm kami bor. Toza mana chista o'z dehqondan moldorini tortib chiqarib beryapmiz, ko'ringizlar. Olanova qancha ekan ena bola? 110 ena bola. Ena bola 110 ming so'm deydi. Buna bo'z bu. Qancha bu? 80 ming so'm bo'z. 80 mingga bo'z bunajin birinchi qorin. Barakasini bersin mana. Bunajinlar bu yoqda jaylov variantlar. Hozir ko'ramiz qancha bo'lib o'tadi. Ava, buna targ'il qancha bu? Ha. Qancha ekan? 75 ta o'tan kam bor. 75 kami bor. Ona soda bo'layotgan, qiziyotgan yeridan mana so'm olamiz. Ko'rarichi, qancha so'm bo'lib o'tadi? Qancha aka? Puli 124 ming so'm pul bo'lib o'tadi. 124 ming so'm. Krasavchik mana ukam oladi. Oladi senga? Otan so'rata, молодец. 124 ming so'mga urg'ach torpog'i bilan mana shu mol soda bo'ladi. Arzonroq mol so'raganlarga Allohun uylan deb qo'ying. Vallahi Allohim murat, uylaning tezroq gazni bosish kerak. Onam bilan juda to'g'ri kelishib ketdi. 125 mana qiziyotgan yer, azlakam qizdirib o'tadi. Yo'q, jelim bu sut mol ekan. Kami bir 8 ta sut bersa kerak. Bor. Mol biroq kichinalar bir semaga emas, zo'r. 125 ming so'm savdo bo'lib o'tadi. Kelaverasizlar akalar, mana shu tip karavan bozori qizib o'tadi. Kelib ko'rib olsangizlar bo'ladi, jaylov sezon. Bari kengiri savdo bo'lib o'tadi. Hozir bu bozorga kiramiz, o yoqda ham qo'ldan kelishicha keltirib beramiz.